Men o'zimni zaharlamoqchi emasman. Coca-Cola tarkibida organizm uchun zaharli moddalar borligini bilarmidingiz? Bu gazli ichimliklar oshqozon ichak tizimi uchun juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, homiladorlikni rejalashtirayotgan ayollarimizga ichish tavsiya etilmaydi. Buni tarkibida oddiy shakar bor deb o'ylaysiz, lekin aslida bu organizm uchun juda ham ziyon bo'lgan fruktoza, ya'ni glikemik indeksni 1000 barobar oshiruvchi modda saqlaydi. Suyak to'qimalaridagi fosfor va kalsiy moddalarining yuvilishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingisi esa tish emaliga ham juda ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va eng muhim omillardan biri hisoblangan qondagi pH, ya'ni kerakli bo'lgan fizik va kimyoviy balanslarni buzilishiga va buni natijasida turli xildagi gormonlarning buzilishi sababi va albatta sizda sog'lom homiladorlikka juda katta to'sqinlik qilishi mumkin. Siz qanday gazli ichimliklarni va qancha miqdorda iste'mol qilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.